Bugun har xil kolalarni solishtirib ko'ramiz. Qaysi biri yaxshiroq? Hozirda 3 xil kola, birinchisi vanilali kola, narxi 14 ming so'm. Birinchi ichganimda shokoladdan mazasi keldi. Shokolad ichib, keyin kola ichganda mazasi chiqadi, xuddi shunaqa. 1 dan 10 gacha bo'lsa 4 baho qo'yaman. Keyingi sambichni kola narxi 6 ming so'm. Sambichni kola har doimgidek yaxshi. Bunga 10 dan 7 qo'yaman. Sa original, buni ham narxi 14 ming so'm ekan. Hech qanaqa o'zgarish sezmadim ham. Ikkalasining o'rtasida farqi yo'q. Uchtasidan menga eng ko'pi baribir mana original kola yoqdi, обычный. Короче, endi meni galim. Короче, buni narxi 14 ming ekan. Hop, 10 ball sistemada men 7 ball qo'yaman. Uksus bu o'zi, lekin ustiga kola yozib qo'yishibdi. Mazasi g'alati bor-ku. Lekin mazasini tushunarsiz bo'lgani uchun 10 dan 6 qo'yaman men. Короче, Ani yoqdani shakarsiz bo'lgani uchun emas. Hop, короче, narxi 8 ming ekan. Shakarsiz bo'lgani uchun 16 chunki shakarsiz kola menga yoqmaydi. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Bizning Club Scene hech bir haligacha kelmadi lekin, to'g'ri.